Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan to'g'ri maqsad qo'yish haqida gaplashamiz. Hamma inson har xil maqsad qo'yadi. Nima uchun har xil? Sababi hammaning saviyasi, hammaning darajasi, hammaning dunyoqarashi har xil. Bu dunyoda 8 milliarddan ortiq inson bo'lsa, 8 milliarddan ortiq dunyoqarash bor va shuning uchun ham maqsadlar har xil qo'yiladi. Buni boshqacha tushuntirsam, chaqaloq tug'ilganda siz chaqaloqni Afrikaga jo'natsangiz 20 yildan keyin sizni oldingizga afrikalik yigit keladi va o'zbek millatiga xos bo'lmagan odatlarni to'g'ri deb hisoblaydi. Agar Rossiyaga bersangiz rus bo'lib keladi va rus qonun qoidalarini to'g'ri deb aytadi va bizning qonun qoidalarini tushunmaydi yoki noto'g'ri deb o'ylaydi. Qayerda siz o'ssangiz, o'sha jamiyatning urf-odatlari sizga singadi. Dunyoqarash bu ota-onangizning sizga bo'lgan pand-nasihatlari, maktabda olgan bilimlaringiz, o'qigan kitoblaringiz, yon atrof, qo'ni-qo'shni, mahalla-ko'y, yori birodarlaringizning sizga bo'lgan ta'siri va bu ta'sir orqali sizda odatlar shakllanadi va bu odatlar dunyoqarashni keltirib chiqaradi. Masalan, 3-4 yoshli bolakaydan so'rasangiz, sen nimani xohlaysan desangiz, u multfilm ko'rishni xohlaydi, u velosipedcha xohlaydi. Lekin 18-20 ga kirgan yigitdan so'rasangiz, endi o'qishga kiraman deydi. Endi u Koreyaga boraman deydi. Endi u pul topaman deydi. Yoki ilm olaman, yoki shogird tushaman, yoki hunar topaman deb maqsad qo'yadi. Kechagi dunyoqarashingiz bugungi dunyoqarashingiz esa ertangi kuningizni belgilaydi. Siz qanchalik dunyoqarashingizni oshirganingiz sari maqsad qo'yishingiz ham katta, aniq va to'g'ri bo'lib boradi. Ya'ni hozir aytganimdek, yosh bola nima uchun katta maqsad qo'ya olmaydi? Sababi dunyoqarashi, saviyasi, darajasi hali u darajada emas va o'zining darajasidan kelib chiqqan holatda maqsad qo'yadi. Endi hozirgi holatimizda o'rtacha masalan $10,000 puli bor insonlarning maqsad qo'yishiga e'tibor bersak, bu holatda ham xuddi shunday. Ya'ni qanday saviya, shunday maqsad. Masalan, kimdir aytadi, $10,000 pulim bor deydi, men mashina olaman va puliga yarasha mashina olaman. Bu xoya havas. Kimdir aytadi, $10,000 pulim bor, men Malibu olaman deydi. $20,000 ga Malibu oladi, $10,000 qarzni hisobiga oladi va hayotining keyingi davomi qarz uzish bilan o'tadi. Kimdir $10,000 ni passiv daromadga tikaman deydi. Kimdir dehqonchilikka tikaman deydi. Kimdir biznes qilaman. Masalan, men $10,000 ni biznesga tikishim mumkin. Kimdir $10,000 ni o'zini bilimiga, darajasini oshirish uchun sarflashi mumkin. Kimdir bu pulini haligi aytgandek xoya-havasga sarflashi mumkin. Va shunga qarab sizning kelajagingiz aniq bo'ladi. Qoida bor. Bu qoida topganingizga nisbatan xoya-havasning balandligi bu kambag'allik belgisi. Ya'ni $10,000 bor, siz Malibu olyapsiz. Bu kambag'allik belgisi. Bunday qarz hisobiga mashina minish, xoya-havasga berilish bu noto'g'ri. Topganingizga nisbatan xoya-havasning pastligi bu boylik belgisi. Ya'ni siz shu $10,000 ga mashina olmaysiz, maishiy texnika olmaysiz, to'y qilmaysiz, uy solmay turasiz, lekin shu pulni o'zingizni bilimingizga sarflaysiz. O'zingizni darajangizni ko'tarish uchun sarflaysiz. Yoki qaysidir bir kuchli insonga shogird tushasiz. Yoki darajangiz yetarli bo'lsa biznesga pul tikasiz. Va shu orqali sizda ertangi kuningiz aniq bo'ladi. Shuning uchun har bir insonni maqsad qo'yishi yaxshi, maqsad qo'ysin. Faqat doimiy ravishda o'sish, doimiy ravishda o'zgarish va shu bilan birgalikda sizning maqsadlaringiz ham o'sib, rivojlanib borishi kerak. Bugungi qo'ygan maqsadingiz ertangi kuningizga mos kelmasa, siz xafa bo'lmang. Siz xursand bo'ling. Sababi siz o'syapsiz. Sizni dunyoqarashingiz kengayyapti. Siz kecha bormoqchi edingiz Koreyaga, lekin siz endi qaysidir kuchli insonga shogird bo'lmoqchisiz, qaysidir bir hunarni egallamoqchisiz va shu orqali siz kelajagingizni ko'ryapsiz va qaroringiz o'zgarsa, xursand bo'ling. Men ko'p holatlarda do'stlarimga savol beraman. Sizga ikkita ish taklif qilindi. Birinchi ish, Rossiyaga bordingiz, sizga mana bu dachaga qaraysiz. Shu dachani qaraganingiz uchun, toza saqlaganingiz uchun men sizga $1,000 oylik beraman.
Va ikkinchi taklif sizga aytayaptiki, shu binoni men olganman, shu yerda svarka ishlarini biz birgalikda bajaramiz, menga shogird tushing, ham svarshik bo'lasiz, ham sizga $500 pul beraman degan holatda deyarli meni eshitgan javoblarim $1000 tanlagan hamma. Lekin kelajakda kim yutadi degan savolga, kelajakda ilmi bor, kelajakda hunari bor, kelajakda dunyoqarashi keng, dunyoqarashini o'stirgan insonlar yutadi. Shuning uchun muvaffaqiyat deyilgan bu to'g'ri dunyoqarash, to'g'ri qadamlar, to'g'ri harakat va to'g'ri natija. Muvaffaqiyatsizlik esa aksincha, siz noto'g'ri dunyoqarash orqali siz noto'g'ri maqsad qo'yasiz va har qancha siz to'g'ri harakat qilganingiz bilan, lekin oxir oqibat noto'g'ri natijaga yoki muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz. Shuning uchun birinchi o'rindagi narsa bu dunyoqarash. Dunyoqarashni kengaytirish, maqsad qo'yish va maqsad qo'yish orqali muvaffaqiyatga erishish bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Agar sizga bu mavzularimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Sizga yana qaysi mavzular qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.